Bir kuni Hazrat Ali radhiyallohu anhu eshik oldida turgan tilanchini ko'rib, o'g'illari Husaynga borib onangga ayt, men bergan 6 dirhamning 1 dirhamini berib yuborsin. Olib kelib shu faqirga ber, dedilar. Bola borib qaytgach, onam u 6 dirhamni un olish uchun saqlab qo'ydim deb aytdilar, dedi. Shunda Ali radhiyallohu anhu, rizqni beruvchi Alloh, onangga ayt, o'sha 6 dirhamning hammasini bersin. Fatima radhiyallohu anha pulning hammasini berib yubordilar. Ali radhiyallohu anhu hali ichkariga kirib ulgurmaslardanoq ko'chadan tuya sotaman degan ovoz eshitildi. Ali radhiyallohu anhu tuyaning narxini so'radilar. Bahosi 600 dirham deb javob berdi tuyaning egasi. Pulini keyinroq berish sharti bilan Hazrati Ali tuyani olib qoldilar. Tuyaning egasi u yerdan uzoqlashgach, o'sha joydan o'tib ketayotgan bir kishi "Bu tuya kimniki?" deb so'radi. "Meniki", dedilar Ali radhiyallohu anhu. "Sotmaysanmi?" "Sotaman." "Qanchaga?" 660 dirhamga. "Roziman", dedi yo'lovchi va darhol aytilgan pulni berib tuyani yetaklab ketdi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu tuyaning birinchi egasiga qarzini to'lagach, ortib qolgan 60 dirhamni Fatima radhiyallohu anhoga berdilar. "Bu qanday pul?" so'radilar Fatima radhiyallohu anha. Hazrat Ali radhiyallohu anhu, "Allohning va'dasi haq, birga 10 qilib qaytardi", dedilar.